Selam do'stlar. Bugun sizlar bilan Kelin, seriyamiz. Qaynonam chaqiryapti. kelin. Chiqing, turing. 12 bo'lib ketdi. Turing, choy damlang. Xo'jajon, Hoynahoy hozir erizam ishdan keladi. Boring, eshik oching, eriz ishdan keldi. Taqillatib eshikni, boring. obbo yana ertalabdan yana kimlar kelyapti? Kelinglar. Kelin tez-tez osh damlang. Kelin tez-tez keling. Qaynopasi qorni ochib ketdi. Ha, opajon yashnamadingizmi? Oyijon hozir kutib turing. Xotining bugun nechigacha uxlaganini bilasizmi, o'g'lim? Urishib qo'ygin. Qaytib 12gacha uxlamasin. Oyijon, Erizga ayting o'tirsin, sizga yordam berishyapmiz. Bironta tuxum qavrasmeni uzun qilib olaylik endi. jazlamaysiz, unaqa bo'lmaydi. Hayır, o'tiring, davay. Hamma o'tirsin, kelinglar. Ovqat tayyormi? Ovqat suzing. Qochib turing, opajon. Ha, ovqat tayyor. Hozir ham o'zim olib kelaman. Prosta sizga hozir aytolmadim. Mana. Darsdan qo'ydim. Kastrulni bering, o'zim pishiraveraman. Hamma yesin, kelinglar. O'g'lim ke, ishdan charchab kelgana qilib pishiryapsan, ke. O'tiring, kelin. Qizim o'tirsana. O'rtaga qo'y qozonni. Tarelkani, katta tarelkaga. Biz restoranda yeymiz, oyijon. Kelin ajab osh sizning. Ha, mayli, boringlar. Maza qilib aynalib kelinglar. Biz uyga o'tiramiz hozir. Jonga dedingiz, uyda o'tiraverib. Qachon erga Opasi qachon erga tegakan? Xo'p, oyijon, siz kirlarni yuvib qo'ying, opajon. Mana nihoyat restorandan qaytib keldik. Orqamdan qaynotalarim ergashib olishdi. To'qay eriz hozir bironta pochirolmasini kerak. Keldikmi restoranga?